Ko'pchilik oddiygina xolodilnikdan noto'g'ri foydalanadi va buni oqibatida ovqat hazm qilish va boshqa kasalliklar kelib chiqishiga o'zlari sababchi bo'lib qoladi. Xolodilnikdan to'g'ri foydalanish qoidalarini bilmoqchimisiz? Unda videoni albatta oxirigacha ko'ring. Xom va pishgan mahsulotlarni hech qachon yonma-yon qo'ymang. Mahsulotlarni selofan paketlarga o'rab qo'yish tavsiya etilmaydi. Bu bilan siz bakteriyalar rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratib bergan bo'lasiz. Morozinlikka eng yaqin bo'lgan qismda tez aynishi mumkin bo'lgan go'sht, tovuq, baliq va sut mahsulotlarini saqlang. Undan keyingi polkada esa tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni saqlash tavsiya etiladi. Xolodilnikning eng pastki qismidagi maxsus yashiklarda meva va sabzavotlarni saqlashingiz mumkin. Eshik qismi aynish ehtimolligi kam bo'lgan sos, ichimliklar, tuxum va dori vositalari uchun mo'ljallangan. Piyoz, chesnok, konfet, asal, murabbo, shirinliklar, qovoq, kartoshka, qovun, banan kabi mahsulotlarni aslo xolodilnikda saqlamang. Pomidor, bodring, baqlajon kabi mahsulotlarni ham xolodilnikda ko'p vaqt mobaynida saqlash tavsiya etilmaydi. Ushbu foydali ma'lumotni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.